Azlar Payg'ambar alayhisalomdan vorid bo'lgan hadislarga ko'ra, Payg'ambar alayhisalom, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aladdavom boshlarida bosh kiyim bo'lgan namoz o'qiganlar. Rasululloh Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aladdavom boshlarida bosh kiyim bilan namoz o'qiganlar. Biz namozdan avval aytib o'tdik. Birov ishdan kelyapti, birov darsdan kelyapti, birov o'qituvchi, birov tadbirkor. U ko'chadan kelayotgan odam albatta ming ruxsat u odamga, gap so'z yo'q. Lekin bemalol imkon bo'lgan vaqtda qasddan bosh kiyimni yechib qo'yib, qasddan bosh kiyimsiz yurishlik yaxshi emas. Aytilmayapti bir talaba bosh kiyim bilan yura olmaydi. Tushuning buni. Yo ishxonada u gap so'z yo'q. Lekin aynan biz aytayapmizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aladdavom bosh kiyim bilan namoz o'qigan deb. Bizga aytildiki, o'sha vaqtda nima deyildi? Ka'bada shunday o'qishyapti-ku dedi. Ka'baga borganlar bormi bu yerda? Ka'bani imomini bosh yalang namoz o'qiganini ko'rganmisiz? Yo'q. Bu nima javob bu? Biz Rasululloh haqida gapiryapmiz. Ka'bada shunday o'qishmaydimi deyilyapti. Ka'bada shunday o'qishmaydi. Yo ko'rdingizmi biron marta imomini bosh yalang namoz o'qib bergan? Ka'bada unday o'qishmaydi, birodar. Ha, yoningizdagi odamni aytyapsizmi? U ishdan kelayotgandir balki. Shu dalilmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida gapirilyapti. Ha, meni yonimdagi odam bosh yalang o'qidi-ku Ka'bada degan gap dalil bo'ladimi? Bu bir. Ikkinchisi, bu ishlar tortishuvli masala emas. Boshdagi oddiy bir narsa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bitta zo'r rivoyat borda. Tamim ad-Dori, Hotam Toiyni o'g'li Adi ibn Hotam iymon keltirgani Payg'ambar alayhisalomning oldiga masjidlariga kelib o'tirdi. Masjidning yoniga to'proqqa kelib o'tirdi. Hotam Toy hazil odam emas, Hotamni hozirgacha bir saxiy odamni Hotam Toy deymiz, shundaymi? Shunday odamni bolasi. Shuni masjidning oldida to'proqqa shunday o'tiribdi yerga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytishdiki, "Yo Rasululloh, mana bu Adi dinni dushmani edi. Shu iymon keltirgani keldi" deyishdi. Payg'ambar alayhisalom shunday oldilariga borib, "Sizningdek shunday zo'r odamning o'g'li to'proq ustida o'tirishingiz yaxshi emas. Mana meni sallamni oling" dedilar-da, shunday berib tagingga to'shadi. Payg'ambar alayhisalom boshlarida salla bor ekanmi, masjiddan chiqayotgan? Shu dalil yetadimi bir odamga? Xo'p, men shu gapni aytsam, hali u ko'ziga surtdi. Payg'ambar alayhisalom sallalarini ko'ziga surtdi, "Ya Rasululloh, men buni qanday tagimga to'shayman?" deb ko'ziga surtib qaytarib berdi Payg'ambar alayhisalomga. Shu dalil yetadimi? Bu gaplar aytilib turganda, yonimdagi odam bosh yalang o'qidi-ku Ka'bada, shu gapmi shu? Shu dalilmi shu? Mayli, nima bo'lsa ham, endi men bu yerda baland ovoz gapirildi-ku, bilib qo'yinglar, avom xalq shunday tushunadiki, hammamiz avom. Men ham avomman sizlar bilan qo'shilgan holatda. Men sizlardan ayirib aytmayman o'zimni. To'g'ri qabul qiling. Sizlar bilan bir xilman. Shu 2 rakat namozni shu 2-3% ga o'qib bera olaman xolos. Namozni 98% ni o'qib berayotgan odam oramizda yo'q. Shu 2-3% ni o'qiy olamiz xolos. Xo'p, shunaqa ahvoldagi odamlarmiz. Endi bizani baqir-chaqir qilishimiz o'zi noto'g'ri. Men sizlarni nega to'xtatdim? Bu baland ovoz gapirilsa, shuni gapida jon bor ekan deb o'ylaydi bitta odam, bitta yarimta odam. Shu odamning gapida jon yo'qligini, shu odamning gapida aslo ma'no, mantiq, tartib, Payg'ambar alayhisalomga nisbatan hurmat, ehtirom yo'qligini eslatib qo'ymoqchi bo'ldim xolos. U odam chiqib ketishi ma'lum edi. Men nega namozdan avval aytaman bu gapni? To'g'ri tushuninglar, birodarlar. Men sizlar bilan bir xilman, yana bir marta aytaman. Namozdan avval aytganim, bitta yarimta odam shoshilib namozdan chiqib ketadi, ishi bor, boshqa shunaqa odam eshitmay qolmasin degan maqsadda namozdan avval aytaman. Bo'lmasa bu gaplarni mana bunday namoz tugatib keyin aytsa ham bo'ladi.
tushundik-a. Bir gap aytildi o'shanda. Allohning dinini hurmat qilaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariatni hurmat qilaylik. O'zimizdan avval o'tgan ustozlarni shuncha yil qilgan, igna bilan quduq kavlab mana shu oyat hadislarni sharhidan yozib ketgan kitob, 100 minglab, millionlab kitoblarni hurmat qilaylik deyilgan so'z edi xolos. Va mana shu so'zimda qolaman. Sizlar ham e'tiborli bo'linglar. Bu ishlar aytilyapti-ku. Bitta yarimta odamni boshida bosh kiyim bo'lmasa, bu gapdan xijolat bo'lmasa, u bilan bizni farqimiz hozir shu bosh kiyimda, undan boshqa hech qanday afzalligimiz yo'q. Lekin o'sha odam ham uzrli bo'lishi mumkin. Boya aytdim-ku, ishdan kelyapti boshqa, gap so'z yo'q. Lekin qasddan mumkin emas. Qasddan mumkin. Chunki qasddan bir sunnatni qo'lingizdan keladimi irg'itib yuborish? Kelmaydi-ku. Kimning qo'lidan keladi? Shundaymi? So'zlarning eng yaxshisi qisqasi, eng to'g'risi Qur'on va hadisga suyanilgan so'z. Haqiqat Allohning dinida, payg'ambar alayhisalom hadislarida, shariatlarida. Allohga hamd va sano bo'lsinki, bizani mana shunday jaholat botqog'idan, mana shunday bir ajib tahorat, g'usl qilinadigan ajib bir insonlarga aylantirdi. Bo'lmasa, botqoqning ichida yurgan odamlar edik. G'uslni bilmas edik, tahoratni bilmas edik. Payg'ambar alayhisalomga salovat salomlar bo'lsinki, u kishi bizlarga mana shu shariatni olib keldilar. Mahramni, nomahramni ajratdik, merosni ajratdik, shirin muomalani ajratdik, odobni o'rgandik. Bularning hammasi uchun Rasulullohga salovat va salomlarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi.